Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor ediniz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. To'g'ri, xato ko'rmadingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'inimiz haqiqiy sofliq ham a'lo sifat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Tilda doston qadam yetgan hamma yerda bizlarga yor, nega borsak bu sarkarda. Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo cheklik shirkati tojdorligida o'tkazilayotgan Xush keldingiz programmasining bugungi soni orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Men Abdulla Abdurim. Bugun yana bizning suhbatimizga alayda mehmon sifatida qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarimizdan hammamizga tunishliq asarlari, naqshlari va boshqa muzika har qaysi taraflardan o'zining eng yaxshi ta'sirini elga taratgan suyumlik inim Abdullakim. Yana muhabbat kuylari bilan butun yoshlarning qalbida ajoyib chiroyli bir o'ringa ega bo'lgan naqshi cho'lponimiz inim Mo'minjon Abdullakim. Va bizning bu oilaning yana eng kichik hozirgi yetilayotgan naqshchisi Mardon Abdullakim. Xush keldingizlar. Xush bulduk, xush bulduk. Bugungi programmamizga sizlarni taklif qilish shunda bir sharafga erishganligimizda intayin xursandmiz. Asla mening o'zimning tuqqanlarim, inlarim bo'lgan bilan albatta bugun o'sha ekranda sizlarni ko'rib turayotgan butun qarindoshlarimiz uchun aziz mehmon. Shundaqli meningmi aziz mehmonim. Shunga suhbatimizni boshlab ketsak, Abdullakim degandan balkim bir emas, bir necha emas, 10 necha, hatto 100 necha yaxshi asarlar, yaxshi naqshlar bizning xuddi marjon o'tkazishga o'tkazilgan marjondek ismimizga kelishi mumkin bo'pmi? Mening shundoq. Chunki Abdulakimning men akisi bo'lgan bilan uning san'at hayotimda uning ta'siriga ko'p uchragan odamman. Albatta mening ko'z oldimga, mening quloq tuyg'imga uning naqshlari, ijodiy ohanglari ko'proq tizilib keladi. Masalan, Canan uyquda, otam, shunga o'xshash nadir asarlar. Bo'pmi? Yaqin yillardan beri butun mamlakat miqyosida alohida ta'sir qo'zg'agan cho'ng tipdagi naqsh asari Do'lan Mashripi. Uning ismini biz qisqartib Mashrab deb atadik. Sanab kelsak, Abdulakimning elga sungan ijodiy onglar intayin jiq. Shuning uchun hozir ishlayotgan idorasida davlatlik birinchi darajalik kompozitor degan unvonda hozir vazifa o'tayotdi. Mana shunday bir al o'g'li bugun bizning programmada xalqimiz bilan, ya'ni biz bilmaydigan boshqa taraflardan, biz bilishni xohlaydigan boshqa taraflardan suhbatda bo'lganligidan biz intayin xursandmiz. Shunga Abdulla, garchi men bilsammi, bizning suhbatimizning talabi bo'yicha sening o'sha Abdulakimning balalik hayoti bilan dastlabki shu sabiy dillarida yashab o'tgan go'zal yashab o'tgan turmushlari bilan uning ya'ni sening qalbingga dastlabda ungan san'at hujayralari, san'at hissiyoti to'g'risida birdan so'zlashsak bo'lamdi. Bo'ladi. Meningki balalik vaqtimdagi san'at hayotimga nisbatan o'zim bilsa, sizlar 9 bola. Bu Abdulla Abdurim bular 9 bola qaranglar. Bu 9 bolaninki eng cho'ngi birinchi bola, birinchi o'g'il mening dadam Abdullakim Abdurimda. Abdulla Abdurim bu 9 bolaning eng kichigi. Bolaning eng kichigi. Bir avvali, bir oxiri degan.
Dadam birinchisi, Abdulla akam kichigi. Shundan bo'lg'achqa Abdulla akam dadamdan inisi bo'lgan ekan, menga tag'i bo'ldi. Atalg'u jihati tag'i. Lekin bizning yosh farqimiz pek cho'ng farq qilmagan bir tag'ida bu. Chunki balaning 9 balaning keyindiki so'g'an ekan, dadam tunisi so'g'an ekan, shu bizningki to'liq 2 yosh emas, 1,5 yosh. 1,5 yosh yapıyoruz farqimiz bor Abdulla akam bilan. Aslında bo'lg'achqimiki kichik bola vaqtlarimizda azroq tegishib ketadigan mandaq bir hikoyalarmi bo'lgan ekan. To'g'ri. Nima sababdan işte tegishilib ketganini sen anladingmi? Uni shu tegishib ketganimi tasqagan degan gaplarni o'tib ketdi. Dadam bakroq amroq chiqdi, sen tug'ilishdan burun. To'g'ri, men tug'ilishdan burun. Men tug'ilishdan burun sen tug'ilib qolgan. Bir yerim bakroq amroq bo'lib qolgan. 1,5 yil, to'g'ri, Mo'minjon topdi. Endi esim keldi. 1,5 yil burun sen tug'ilib qolsa, tug'ilib qolgandan keyin bu o cho'p-cho'ng shu o'zining bal so'p bo'lgan bu bir dadaga, bu bir o'zining yana qarindosh inisi. Balaning o'niki bir inisiga bu boshqacha mehr muhabbat chiqib qolgan gap. Bular shu Aslında tuğanda men oğul tug'ilib qolgandan keyin men bilan senchilik men gerçi o'zining o'g'li bo'lsam-mu sen bilan 1,5 yillik staj yo'q. Stajim kamda yetmaydi sana. Shu 1,5 yillik sana bo'lgan muhabbat nimasi bilan shunday bir o'y xiyollar bo'lib qilinib keyin undaqmi bo'lmabdi ekan, ammo unda bo'lmagani bilan men asosan shu ikki uyda shu sening o'zingning shu keyningdiki tug'ilib qolgan balaning o'rnida cho'ng uyda bo'lgan balalık vaktim biraz köp. Doğru. Hatta ki Abdullah akamniki anası mening cho'ngdamni hemen şu Abdullah akamning sütünü men emib tikenman. Bu shu darajada. Gipon bo'lib qolgan, mo'sha unutqanmay turgan. Üstünü emib olgan deydi. Endi bizning cho'ng akam Abdukim Abduriyimda bu ajoyib bir mehribon odam. Men kechilikdimi shu bir og'iz gap bilan aqllarimga bo'lgan bahoyimni ifodalashdi. Acayip mehribon degan gap bilan xulosa qilgan cho'ng akam. Shundoq, mendan boshqa fikrlarga shu haqiqatan jinni berib turgan darajada shuni amroq. Undan boshqa hikoyalarmi bor? Masalan, menimi shu men 1,5 yil burun tug'ilib qolgachqa mehrini menga berib qo'ygan gap. Men yangi tug'ilgan bola bo'lgandan keyin buni tiqmovchilar amroq turmush qilib qo'yuvchi. Buni anam beqtasin deb. To'g'ri, asharlik. Shunchalik darajada fikrlarga, qarindoshlarga mehr muhabbat qilgandan yana bir gap ablat dedi. Meningki mo'mamning yani cho'ng onamning sütünü men emgen depçi. Yani bu süt senin sütün de. Bu mening sütüm senin sütün. Neymiş kadese? Aynı vaqtda ma bola yangi tug'ilgandan keyin ma cho'ng akam bilan bu Ayşe adam sal meni baqsa sal yenigroq bo'ldi-ku. Qiyinchilik bo'lmaydi ham. Bu bolani 1,5 yosh bergandan keyin hech jafo mushaqat yo'q. Anam ma yangi bolani anam shuni qaraganda naiti uzuq tülükü bol onu buluş mümkün bir miktar. Yangi bola ko'ngli bola deydi. Ya cho'ng onamning hamda bu mehr muhabbatiga hamda gap ketmaydi. Men beqib biray bolam. Ma bu vaqtni men yana 1,20 yoshgacha kirgizib biray degan bo'lsa balki men Abdulla ablikim sen Ablat Abduriyim bo'lsa mumkin. Shunday bo'lib qoladi ekan. Xo'sh. Aslında bir mehr muhabbet to'yingan aslında bir cho'ng oilada cho'ng bo'ldik. Endi tug'ilishdan bu san'atga taraqqiy qilishni butun dunyo olimlari tadqiq qilib o'rtaq bir qarashga kelib bo'lgan bir qarash bor. Bu bo'lsa-mu san'atda cho'qim shu tug'ilishdanla bir tug'ma talant bilan shu san'at o'jarisi bilan tug'ilgan bo'lish bu bir oldingi shart. Mo'shundaq tug'ilgan, ashundaq bir san'at aloyidligi bilan tug'ilgan bir bolaning shu san'at jihatdagi bu aloyidligini bayqab, keyingi andin bolalig'idan keyingi yoshlik va o'rta yoshgacha bo'lgan shu kasbdagi tarbiyalanish izchillashsa, tarbiyalanish yaxshi bo'lsa, balkim bu san'at jihatdagi natijalari xalqqa yaraydigan bir meva bera oladigan shunday bir kasb egasiga aylanishi mumkin. Lekin endi u bu san'atda bu odamning tug'ilishdila ancha san'at o'jarisi to'liq bo'lmagan, san'at aloyidlik talanti yo'q, bunday bir irsiyat tarafdan anda bo'lib qolgan bo'lsa, balkim nurg'un tirishchanliklar bilan nurg'un itaklash tarbiyalar bo'lsa-mu, balkim uning unumi degandek yaxshi chiqmaydi natijasida. Demak, endi bu bizniki
Buni deyishimda bu Abdullah Abdurim sening dadang bo'lgan, mening cho'ng dadam bo'lgan Abdurim Abdullah, hamda o'zi ziyoli kishi shunday-ku. Buni ziyoli kishi o'zi uzun yil banka xizmati bilan shug'ullangan. Bankining mas'uli bo'lgan degandek. Lekin shu maralishi tavallik shu jut tavalligida hamma odam ta hozirgacha Abdullah akamning ovozini shu Abdullah akamning dadasi Abdurim Abdullahga o'xshatdi. Abdurim Abdullah deklikan ovozi. U odam naqshi qolsa, shu maralishi Qashqa tavalligida u odamning ovozi juma hey ballah deb ketgan hikoyani boshqalardan ta hozirgacha anglaymiz. Bizmi hali yeshimiz cho'nguyib oqqardan paqib qolgan vaqtlarda cho'ng dadamniki naqshlarini anglagan ham hozirgacha shu unalg'u degan narsa yangi chiqqan vaqtda tunji chiqqan chog'da yana dadam yangilikqa qiziqdi, yangilikni qabul qilishga amroq shu maralishi tumshiq tavasida bir tal o'yinchi ketdi ekan, taqtumushk o'yinchi deymiz unalg'u. Shu unalg'uni dadam setib olib berib shu cho'ng dadamniki shu umrining oxirgi vaqtlarida kasal bo'lib sal saqsiz bo'layotgan ahvol ostida bir unga elib olgan bir lenta hozirgacha saqlaqliqku. Shuni endi rahmatlik Yekimasan akamizni tilg'ab qolib bu yerda. Unda bo'lishda u mening qalbimda u odam bizga ustozning o'rnida yaxshi kompozitor, muzik ijodchisi. Bu kishi shu cho'ng dadamniki unalg'i lentasini haliqi CD davriga yetib kelgan chog'da sen Anvar Samat akamizniki ishxonasida uni CDga aylantirish jarayonida ovozni qo'yilayotganda Yekimasan rahmatlik chiqib anglab ketdi. Bu kishi kim bo'ladi degandan keyin Abdulla akam mening dadam deydi-da. Ha, shuni ekanda deb kirib ketdi. U odam ashunday bir qiz gap. Aynan bir qiz gap qiladi kam so'z odam. Ha, shuni ekanlar, shuni ekanda degan gapninki ma'nosida intan chungur ma'no bor. Odam muzik ishlayotgan butun hissiyot, butun hayotini shu muzikaga bergan odam o'zining qilayotgan ijodiyatini oyandan anglayotgan bir ovoz bu odamning diqqatini tortib, ta'sir qilib, bir qadam, ikki qadam kirib anglagandan keyin demak ta'sir qilibdi odamni tortib oyoqqa chiqib ha, shuni ekanda bilan keyin qaytib ketdi. Demak bu Abdullah akamning dadasi mening cho'ng dadam mushundoq san'at talanti bor. Garchi mushu soha mushu kasbda bo'lib ketmagan bo'lsa-mu, asli mushu soha mushu kasbda bo'lsa, dangliq bir san'atkor bo'lib qolish mumkinchiligi bo'lgan, mushuna bir san'at talanti bor bir kishiningki o'g'li Abdullah Abdurim, shuning farzand bo'lgan Abdullakim Abdurimningki men o'g'li bo'lib qolg'achqa. Bu birisi. Hamda onam tarafdan onamningki dadasi bo'lgan cho'ng dadammi ismi yana Abdullah ekan. O'cham shu Abdullah balkim Abdullah bo'lishi mumkinmi? Biz qilib Abdurim yo Abdullah yo Abdullah Abdurim deganda cho'nglar ketdi. Shu Abdullah nag'ma deyotgan. Demak bu nag'ma degan gapni balkim ko'pchilik bilishimiz mumkin. Bu shu do'lan nag'malarininki asos naqsini aytquchilarni ashuna nag'ma degan nom bilan atab kelgan. Demak shu asos naqsi shu bizning Shaqo rayonidagi do'lan nag'machilarining. Demak, hem dada tarafdan, hem ana tarafdan bu dadammi skrip chaladi biz aqlim kelsam, uyning temni bir skrip chaladi. Demak, bu shunday bir san'at muhitida bor bir oilada san'at o'jayri, san'at talanti bor bir oilada tug'ilgan mendimi bu talant bor bo'lishi kerak. Aqlimiz kelsak shu kichigimizdan mushuni kerak emas. Borlig'ini isbotlandi balkim. Shunda bo'lsa bolalig'imizda o'zligimizning tabiiyli buni yaxshi ko'rishimiz, qiziqishimiz bu san'at bo'lib qoldi. Endi bu yerda keyin sen bilan biz o'zaro bir-birimizga ta'sirimiz o'zaro bo'lib qolish mumkin. Chunki 1,5 yosh farq bo'lgandan keyin. Bu yerdagi o'zimizda tug'ilish tili bor bo'lgan bu san'at hissiyoti, andan keyin oila muhiti, bu sababli maktabda ta boshlang'ichdan to'liq o'tirligicha o'zimmi shu, menmi shu san'atga bo'lgan ishtiyoqimiz, muhabbatimiz oldi bilan oiladagilarga ta'sir qildi. Bu bolalarda musha talant bor ekan, oilaga bor ekan deb ma'li ko'ylarga ta'sir qildik, yurt xalqiga ta'sir qildik, shu maktabga ta'sir qildik. Shuning bilan bu Qashqa Ispandan bir o'quvchi qabul qilishga san'atdan o'qituvchilar kelib o'quvchi qabul qilish xizmatidan kelgandan keyin butun maktabdagi sinfimdagilar o'sha ablat mushning qatnashsa cho'qim yaxshi mos keladida, bu o'tib ketadi degan bir umidni to'liqsizdan men u chog'da to'liq o'tirg'icha o'qib cho'qim oliy maktabga o'tib o'qiyman. U chog'da san'atga qiziqqan bilan rost gapni qilsak ham bizniki u tumshuq hozir shahar ulab ketdi. Ammo u chog'da bir endi yezi desak bo'ladi. Yezi darajalik o'rin. Anda bo'lgandan keyin endi noya va viloyat yashayotgan
av balalarga nisbatan o'xshash yoshdagi balalarga nisbatan bizniki ba'zi bir o'ylab nazar doiramiz biroz tarroq bo'lib qoladi ekanda. Shunga men u chog'da san'atga qiziqishim bor bo'lgan bilan san'atni muqim bir fan sifatida o'qiydigan bir ish ekanligini ancha bilib ketmas ekan. Men o'zim rost gap qilsam. Shunga berib san'atchi bo'ldi deb o'ylaysan. Shunga men oliy maktabda o'qiyman deblam. Qiziqib yurgan ekan, u san'atda imtihon berishim xayolimda bo'lmabdi, lekin sinfdagi savodoshlarim va sinf mudirim, o'qituvchilarimniki menga bo'lgan shu san'atchi talentimga bo'lgan ishonch, umidi bir berib qiziqtirib, ba'dim shuni bilan Qashqadaryoga o'tib, bu kasbni o'qib qoldim. Shu yerga borgandan keyin, anandan keyin bu kasbni bunday ilmiy, muntazam, sistemli o'qib o'rganadigan bir fan ekanligini shu chaqda bildim. Endi demak, shu tabiiy tug'ilishdagi irsi talant san'at hujjaylari anandan keyin deb kelsak, dadamdan boshlab sang'icha 9 bola, uningki yana undan keyin Anvar kam, Shirali kam, Ablat kam, Abdukarim kam bo'lar. Hammasi asosan iliqib. Gerçi sen bizdek muqim, muntazam mushkasini qilmagan bilan o'zing bilasiz, ta hozirgacha hayit bayramlar bo'lsa basak, birisi dutta, birisi tambur, birisi qajak, birisi sata ilib o'zligimizla bir san'at o'ttirishni boshlab ketamiz. Demak, hammasi ma'muriy xizmat ishlaydi, shahar boshlig'i bo'lgan, siyosiy kengash boshliq bo'lgan, Abdulla akamning ko'psidagi cho'ng akillari sab mush xizmatlarda. Lekin hammasi mush san'at jihatda cho'qimli birdan ikkidan so'zni chaladi, aytadi, mush jihatda talant bor. Demak, bu oiladagi, qondagi bir masala. Bu qondagi gap. Men hech bo'lmaganda men noit keskin qilib ayta olayman. Shinjongda hammamizning cho'ng kichik hammamizning e'tirof erishgan bir cho'ng ijodiyatchi san'atga, boshqa jihatga biz gap qilmaymiz. San'at kasb bilan shug'ullanish uchun cho'qim giningda bu bir xil hujayra bo'lish kerak. Qonda tabiiy kelgan bir talant ilmda bo'lish kerak degan bu ishni sinatlardan oldim. Demak, mening ko'z qarashim balkim buni mush ablatnikiga o'xshash, balkim bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin buning to'g'ri xatoligini biz jazm qilib o'tmaymiz. Mushu Mastum Hayron degan bir musiqa bor. Hozir mushu klassik musiqa bor. Mastum Hayron degan tambirladimi, chelinadi davomli, duttadimi, chelinadi. Bak hozirgacha anglaymiz. Mastum Hayronning skripka bilan o'rinlangan nusxasini men bir vaqtida, ya'ni siz tug'ilib o'sgan jut Tumishqning yana bir kentda Shaqur deymiz. Shu Shaqurda akam shu hukumat xizmatini qilibdi. Bir koridorlik bir hukumat xizmatini qildigan bir Yingbu deydi uni. Biz endi Ying deymiz. Bu Tuannan bilan, Bing Tuannan bilan atlayotgan bo'lgan ekan. Shu Yingbu deganimiz shuni xizmat organi. Bir cho'ng bir koridor bor. Shu koridorda oblik makon bir skript chaldi, u biz pek kichik vaqtlarimiz o. Koridorda ullaydi degani. Biz Shaqur degan yerga men ta'til olsam sizlarga yana o'g'il berib o'ynayman emasmi? Bu yerda mening askarlarim jiqolgan ekan. Shunda yaxshi o'ynaymiz u yerda. Akama skriptini koridorda bir chapdi. Mastum ekanka men ikkin ism qoldim. Naldan topgan bo'g'iydi skriptini deyman. Qara. Biz degan 4, 5, 6, 7 yoshchiq bo'lsak, vaqtlarimizda bu. Aşı quluqimda aşı vang hali koridor var. Aşı oğullar tanışlıklı qıldı koridor degan. Tabii konuşan. Onu deyişimiz değil. Bu ameliyatda aşı hal degan önümligiçe aşı ovoz önümleşikka berdigan shu shogirtlarning shu aşında yerdagi sadasini taqlid qilib yozib chiqayotgan detallarda ranjalla. Aşıdan suni iyisida. Tabiisida. Aş qulğumda qaptike qara. Hozirgacha Mastum Hayron degan musiqani nimada anglasam, shu Shaqudagi aş bunda bir ping-pong o'yini koridorisi bo'lib keldi. U ko'rinish ko'z oldimda ketmaydi. Akam ikki taraf uchiq u. To'g'ri. Bak esimda bor ekan. Mayanda kirib ayang chiqdi. Ayanda qaragan koridor. Akam o'sha turib chaqirdi. Asli akam shunda shogoloq yadi bechalaydi ekan. Aşı guca, kamança ve skripkini men shu chaqirgan. Biz kichik bu chaqda. Ana ko'nglimda bu skripka degan narsa shu ekan deb o'ylagan. Ana dadammi Shturpan naizda bo'lgan sanoyi nafisi qurilgan vaqtida shu yerga maxsus skripka o'rgangili chaqilib beribdi. Balkim shu akamma cho'ng'al bo'lgandan keyin
dadam bevosita ta'sirga uchragan. skripka amroq o'qib qolgan bo'lishi mumkin. Ashunday demak, bu san'at ashunda. Yana cho'ng dadam Uchturpanga borganda dadam balkim o'g'ilning cho'ng bo'lishi bilan shu Uchturpangacha cho'ng dadam bilan bir oilada berg'iliqda shu. Endi singlisi Shamshinur Shiyada tug'ilgandan gibi var. Demek mana bu Ablat Abdukim, Mo'minjon Abdukim, bularmi yana Samiya Abdukim bu. Bu Ablatning cho'ngi Nurgul Abdukim. Nurgul Abdukim. O meni saboqdishim bo'ldi Nurgul Abdukim degan. Hozirgacha saboqdosh deb deyishib qo'yamiz. Şu Ablat Abdukim mendan 1 yosh kichik. Men 9-chi, ya'ni Gogi to'liq 1-yillik o'qiyotgan vaqtimda bu Ablat Qashqar Sipanning san'at sinifiga, boya gapini qilishgan sinfga Abdushkurli saboqdosh o'qiydi. Yo'la men bu ukamning yeniga uning sinfni to'liq 1-yildan keyin to'liq 2-yillikda to'liq 2-yillikda men imtihon belgili san'at institutiga borma. Shuni bilan qiz deb yetib qolma, jiddiylashib ketdim bu. Bu Ablat Abdukim meni boqdi 3 kun yatag'ida jo'ylib ketman. Jo'ylib ketsan. O endi bu Abdulla akamniki shu ish qilib aqlimiz kelgandan tortib bizningki qalbimizdagi obrazi intan bek bir tasvirliksiz shundoq bak cho'ng bilamiz bu odamni biz. Men cho'ng bilib qolmaylam, andikingiz achammo, masalan bizning oilani olib aytsak, Samiy, Ufkammo, Mo'minjonmo, Amardammo. Anandikin bularni o'tib, ya'ni yeshimiz cho'ng'yotdi, boshqa oiladagi nevrlargacha, nevrlarni tortib ish qilib bir xil amroqlik, bir muhabbat, nihoyat hurmat bor, hurmat muhabbat. Sen bayada ko'ngil azorligi va ko'ngil xo'sh, nihoyat azorlik bor. Shuningga ish qilib bizdan tortib ta nevrligicha, bugungacha shunda hammamizda ish qilib cho'nglardan tortib kichik nevrligicha, keyingi pay nevrligicha seni yaxshi ko'rdi, albatta yaxshi ko'rdi. Butun xalq yaxshi ko'ryapsa, bular yaxshi ko'rmabdi. Eslim kelib qoldim. Eslim kelib qoldim-da bu qarsam. Demak, cho'g'ini shu bu yaxshi ko'rish asli oiladan boshlangan. Mushundaq yaxshi ko'rish bo'lganlikdan bak yaxshi ko'rib ketib, Abdulla akam shundaq bir fursatda. Bu san'at institutiningki Qashqar tavalligida imtihon elishni Qashqar rayonida bo'lgan ekan. Men garchi azroq yeshimiz men kichik bo'lsam, men to'liqsizlar baldu. Tajribalikimga o'rta texnikum bo'lsin, garchi men san'atni ilmiy sistemlik o'rganish qabul qilishi Abdulla akamdan men balduroq bo'lib qoldim-da. Men de notining nimaligini, bu muzika san'atning bir nazariyasi bor, bir muqim bir fan ekanligini tushunib, endi oliy maktab o'rta texnikum bo'lsin, oliy maktab bo'lsin, bir mushkasniki bir nimasi kirib bo'lgan vaqtda ilmiy tunishga boshlagan Abdulla akam imtihon bergili bordim. Asli Abdulla akam 11-yillik to'liq 3-yillik chiqsa o'qishing kerak. Shu chaqda alayda to'liq 2-yillikda, to'liq 3-yillikka chiqmay turib, sen bu kasbdan imtihon bergili bordan, shuning bilan bizning yotoqda yotdik. Bak hoş olib ketib, endi shunday bir Qashqar, azizani Qashqarda sen bilan yana bir necha kun imtihon berish fursatida birga akvala bo'lib yurganimizga nihoyat xo'sh bo'lib, uning ustiga ashalaqa har bir muzikani sana bir ko'z tib shunday bir damlatib qara bu bunday narsa ekan deyish paranglarimiz taq. Chunki seningmi qiziqishing shu? Meningmi shu? Sen bu kasbga qiziqqan bo'lg'achqa bir gazitdan o'sha san'at institutiniki o'quvchi qabul qilish imtihon rayoni Qashqarda manchinslarda bo'ladi ekan degan shu bir gazitni ko'rib olgan xabar uchur bilan uydagilarni qoyil qilib, maktablarni qoyil qilib atayatan Qashqarga imtihon bag'anan demak, sendimi bu muhabbat, bu ishtiyoq bor. Bu o'zaro qarindosh mehr muhabbati, endi kasbga bo'lgan o'rtoqlik, tonish, qiziqish muhabbati bir yerga kelib qolgan ekan, sen o'tirimizdagi bu arlanmaslığı gap ketmedi. Serkarda Alkuyar tispastillari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi sopliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Serkarda tispastillari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Serkarda Alkuyar tish pastillarini hammanglarga tavsiya qilaman. Serkarda Alkuyar yurishlik tish pastillari. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kapolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Serkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz.
Çiş sağlamlığı meselesini ben Serker'de çiş doktoruna tapşırdım. Serker'de çiş doktoru yürüşlük çiş bastılları. Görüvatqanınız Serker'de Xalqaro Savdo Çeklik Şirketi taçdarlığıda ep berilayotgan Hoş geldiniz programımız. San'atda andaq alayidligi ishkilimizni to'g'mi bo'lib qolgan bo'lsa kerak, bu bir o'zaro ta'sir qilishgan bo'lsa, Abdulla akamda yana adabiyotdagi bir talant, mahorat bor-da. To'xtamay she'r yozdi. Shu bir o'ynaylar desam to'xtab turmay ilhom kelib qoldi deb she'r yozib ketgankan men 5-dan qalab o'tirib undan men mi yozay desam, ama yoz deb qo'yib yana o'zini ishlayman bo'ldi. Biror tiyimi deb bermamsan desam, she'r yoz deb qo'yiblam yana o'zini she'rini yozib ketdi. Şunun bilan akam dedi she'r yoz deblar. Mavzudan birini qo'yiblar, o she'rni yozib ketaman. Demak, men shoirlik, she'r jihatdagi qiziqish Abdulla akamning shu o'ynayli desam to'xtab turmay ilhom kelib qoldi deb shu she'r yozib qilayotgan ekan. Men shuni bilan qiziqib, to'liqsizlikda adabiyotdagi dars natijalarimiz alohida bo'ldi. Shu chaqda yozgan she'rlarim shu sening ta'siring bilan hozirgi saqlaqliq bek cho'ng qamlashib ketgan bo'lsin. Shu hamdaligi maktabga borgandan keyin bu bir o'zimizning ichida ifodalamoqchi bo'lgan, demoqchi bo'lgan his tuyg'ularimizni yoziq va she'r tili bilan emas, muzika tili bilan ifodalab berishga mumkinchilik bo'ladigan bir imkoniyat, mumkinchilikni o'qish orqali bildik. Bilgandan keyin shunga tunji qatim xo'sh deding degan naqshni men yozib nim qilsam, o'sha chog'da Nurmuhammadda bir o'qituvchimiz bor-edi. Shu anglab, bu senda mushcha talant bor ekan. O ijodiyat qiladigan ma'lum o'ziniki ko'rib o'qish darsi yurtdi. Ijodiyat bermaydi, lekin ko'rib o'qish darsiga hammasiga o'zining yozgan asarlarini ko'rib o'qish qilib berish orqali o bir ta'siri bilan bo'lib qoldi ekan. Voy senda mush ijodiyat talanti bor ekan. Bak chiroyli yozibsa deb madad berdi. Ungacha senmi 3-yillikdagi vaqtim ekan. Senmi san'at institutiga kelib o'qib bo'lgan vaqtdan biz ta'tilda uchrashdik. Uchrashib senda bir gitar, menda bir gitar. Mushunda bir naqshini ishlab yozib qoldim qara desam, sen voy bak chiroyli chiqdi dedim. Xo'sh deding deb ancha sen she'rda alohidlik bo'lganki, u yozgan she'rimni tuzashtirib qilgan bo'ldim. Bu naqsha shuning bilan ta hozirgacha yosh bolalar aytib kelyaptimda o'taqa. Gitarda biz shu bir ta'tilda berib chinida bir suvni do'yinjini oldiga qo'yib suzuk oldi deydigan bir gap bor-ku. Haliqi shiyin ovozni qiladigan shu narsalarni biz to'liq bilan bilib ketmasakmi, shunday bir to'yga tushunib ekanmiz. Suv ovozni, yongan ovozni tortishimiz deb nurg'un naqshlarni aytib ekanmiz shu vaqtda o'zimiz o'yinchini besiblar. Uni biz davomli qarday deb ataymiz endi. Shu maktabda o'qiyotgan vaqtlarimiz, seni yangi kelgan vaqtlar shuni bilan aynan naqshlarni aytib taqatgan. Demak, bu naqshiga, muzik chelishga, ijodiyatga demak oblat burunroq boshlagan. Hem bu she'r yozishdimi hali endi balkim cho'ng bo'lgan sira fikrlaring ravon bo'lgan. Keyin ravonlashib ketdi. Dastlabda hozir bir kulgim keladi o'sha. Sen bak kirib yozyapti ekansan, bu haq she'r yoz degan she'rlar men bakla ba'zi shunga ba'zi bolalarimizniki bak to'liq qamlashib ketmagan, ba'zi bir yozgan narsalarga, yo qurashtirgan narsalarga, yo yasgan narsalarga, yasgan rasmlarga cho'qim ilhom berish nuqtasi yaxshi baho berish kerak. Senda mush alohidlik bor ekan deyish kerak ekan. Oshchaqdagi yozgan shu bir necha she'rlarim faqat she'r emas, lekin maqtash shu o'yitlarni voy yaxshi qilibsa degan shu qo'llashlar bilan shunchalik bir o'zimniki kallamdagi o'zimning tuyg'ularimni bir yezib ifodalab chiqarishda bir qilaligidek shunday bir sharoit shu chog'dagi shu yoziqchilik mashqlari bilan shakllanib ketgan. Sening bu shu dastlabki ijodiy ohanglaringdimi, hamda yosh bolalarga xos muhabbat kechirmishlari bor. Tekstlarni yozganlarim o'sha ulu olim deymiz, ya'ni sevganim bor, oq yurak, ishqib chiqqan u vaqt nadan go'dak shu chog'da yozgan. U asosan u davrda yozgan naqshlarimning asosan tekstini o'zimniki ekan. O'zim tekstini o'zim yozib. Meningda shoir yo'q ekan meni. U chog'da hozirgi shoir inalarimiz yo'q. Shoir menda majra qulab qoldi. Ishqilib bir narsalarni keltirib mana bunday yozdim desa birdan sizdan keyincha hamda u deyish bilan she'r rasmiy yaxshi o'tir maktab qaytgandan keyin shoir o'qituvchilar uchrashib qildim. Keyinroq endi mamalik kasbiy muzik ijodiyat ishlari bilan shug'ullanib, sahna asarlari, kino musikalari bilan bo'lib ketib, ijodiyat muzik yozish jihatdagi salmog'i eshib
salmoq eshib ketgandan keyin muzika talab anığı bekrak asas urun o'tib ketgandan keyin yezish jihati pichoqni bilgan sir ishtigishidi degandek uni yezib turish kerak qalam kuchini tezlatish shuni taraqqiy qildirish uchun shunga hozir endi shoirlarimizni aytdi yaxshi bizning ko'nglimiznikini o'ylaganlarimizni yaxshi fikrlashib ular bilan yaxshi hamkorlik bo'layotgan ekan u ehtiyojlar bo'lmaganqa hozir bak chiq yezib ketmadim burunqi shu davrlik naqshlarni ko'pincha asosiy tekstlarini o'zim yezib ketgan muzikasini hozirgi ablat abdukimning shu cheti to'g'riliq ba'zi baranlar bo'lib qoldi-chi. Hamda bizmi har xil yerda yurimiz. Bu meni tuqqanim bo'lgandan keyin eng nopozli kishi men bo'lishim mumkin. Bilmoqchi bo'lganini mendan so'raydi. To'g'ri, eng to'g'ri savolning javobini eng to'g'ri olamiz deb o'ylayman. Shu ablatkam ijodiyatchi burun endi rost qaratichi bo'lchachi. Mushu rasmiy Beyjingga o'qib ketdi bu ish qilib. Biroqlar menda bo'ldi-chi hozirchi. Men bilmayman. Lekin bunga o'zim bir izoh berib qo'y. İcadiyetçi buldum da buyuvanmı diye bu çaş ne? Yüzden değil ne? Çaç tabii çaç. Bu tabii çaç. Saltanat tacı. Bu çeçimdikisi ak emas saltanat tacı. Muşunda bir ilan oldu o. Muşu işte muşu ilanın sözünü yaxşı yazıp ketken aşı bir inimiz. Şuna bu ak hem de hakikaten bir jillanınki bana bir hediyesi. Kaldığan hediyesi. Lekin dadamның çeçidimi baldoğlap kaldı. Baldoğlap kalışta mening zat qachondan boshlab Oqbog' edi desam, endi mandaq bir hikoya bak aniq esimda turdi. Bu da bir oldingi yil 2019-yili Qashqa Yopurg'iga bir tuyangi ommani madaniyat bilan yuz ko'rishtirish xizmati bilan borganda bu savodoshlarim atan yig'ildi meni deb ketdi deb ko'rishdik. Shu yerda shu bir gap bilan andan esimga soldi. O chochingiz bak yarashdi, mush oqirishi sizga bo'ldi u bu deb. Qachondan boshlab oq bo'lganda u bu desa, bir savodishim kulib ketib, "Voy bu ablatning shu o'qiyotgan chog'da bir tal oq ulab qopti ekan. Qashqasmanda o'qiyotganda bir tal oq ulab qopti ekanda. Voy ablat, u chochingiz bir tal oq turdi qaran deb julut kelib, "Voy jimtiring deblar men nayta hozir javob qilib u chog'da. Voy nimanda kichikdir bir tal choch oq ulab qopti debkan. Oq chechimni zangli qilmanglar. Oq chechimga bir qiz kuydi. Oq chechimni maylisam agar bir qiz emas, ming qiz kuydi degan bir she'rni hozir javob qilib berib ekanman. O'sha yozib ekansan. Yo'q. Bu she'rni men yozmabdi ekanman. Yo'q, qo'rqdimmi? Buniki avtorini hozir esimga olmadim. Lekin men shu she'r yodlab olgan she'r esimda kitob o'qigandan kitap o'qiymizda. O'qiyotsan. Shu o'qigan kitoblarning ichida bu she'r esimda qoldi, ham unda bir chechimda aqvoligini men o'qimayman. Lekin shu tunji qatim shu savodishni bir tal aqvo ekan deb, demak Qashqasmanda shu bir tal aq izini boshlabdi ekan. Dedim undan keyin uzungacha ancha-muncha andan keyin mana shu Urumchiga kelganlarda 2005-yillarda sal aynishib boshladi. Chunki kasbiy ijodiyat xizmatlari bilan to'liq ishlab uzun vaqtda shu bir boshqa qatirish bilan o'ylanishlar o'tganning ta'sirimidi deyman. Ancha-muncha satrashxonda choch yasat qilib kirganda oqni kesib terib elitadigan bir davrim bo'ldi-da. Amal ba qor ko'randigim borda aminama. Lekin keyincha u qaychada kesib taqlab o'shmadi. Oqirish tizilishib ketgandan keyin voy bo'ldi bumi yarishib qoldi deb qo'yib etdim. Maqsad bo'yib oladigan shunday bir texnika, shunday bir choch rangi moda bo'lib qolgan o'xshaydi bir bizda uyda oilada bo'yib oldimi yo tabiiymi deb o'ylab. Shunda so'rilib qoldi cho'chiq. Ya deymiz endi bizdan so'rg'aldi ish kuch odamlarimiz qo'lamaydi. Bugun suhbatimizda buni bir aydın qilib yaxshi. Bizning oilada hammasi mana aytdi, endi keldi. Mush yeshinga burun baldu ketgan bo'lsa, odam cho'ng'ildiga qara. 5 yil burun baldu deyishgan bo'lsa, hozir ya bo'ldi-da deydigan bo'ldik. Uning ustiga hozirgi sening obrazing ham bizga nisbatan birinchi o'rinda ijodiyatchi, kompozitor. Minach kompozitor mushta bo'sh bo'ldi-chi. Bu vaqt kelganda endi chechingizni bo'yib etsangiz 5-10 yosh yashirib ketdingiz deydiganlar bo'ldi endi. Hatto ba'zilar choch bo'yash iloniga siz dal hozirgi hurmat obrazlaringiz bilan chechingizni tabiiy oqirish bilan bu choch bo'yaq obraz vakilligi bachib ketdingiz dedi. Men yo'q, men bunga tuttiray. Bir umrda oran mushtaq qilgan tursa. Men dedim chunki men o xalqning menga bo'lgan ishonchisini anda pulga setib etmay. Men agar ras bo'ygan bo'lsam, buni ras chiqib olsam bo'ldi. Men hozir buni bo'yab e'longa chiqib qo'yib,
Ertesi ben buyumay jursam, oy bu mani buysanız bak belenken deb ilan chiqib qo'yapsiz, yani siz chechandan oq yuribsiz desa, xalaqi nima deb javob beraman desam, unda siz buyapli jursiz olmamdi dedi. Men dedim, endi buyganlar xato emas. Buyashmi naydi tabiiy normallik ichidagi ish. Lekin men shu bir tabiat ato qilgan shu tabiiylikni, unda bir tabiiy holatida bir saqlab to'g'im bor. Onlar çaç bu yakına hata mı demeyme ya bu çaç bu benim özlemdenki konuda Esasından çeçanın muşunda derecede aklını bilgen diken başqacha. Bu yaplı bir konuş çıkmadı. Bu insanlar muşunda derecede akçaşını mustaq qiladi desa taza tushadi. Bu noktadan onda yana qarın yo'q, yutib yursan. Lekin men a noktadan qarabdim men shuni. Ablat endi sen bilan bizning suhbatimiz orqali, ya'ni ko'pchilikning bilgisi va timlarning birisi o'g'limiz Jasur Ablat to'g'risi bo'ldi. Jasur Ablatning endi hozir maktabda o'qiyotganligi, oliy maktabda o'qiyotganligi biz tuqqanlarga ayon, biroq shu to'g'risida sen bir mushu balimizning yaqinda taqilgan naqshisi kimdirsiz deydigan bir yoshlarning olqishiga erishgan bir lirik naqsh bo'ldi. Uni ham Jasur Ablat o'zi ahangini yozdi, tekstni Ilhomjon inim berdi. Hamda bunda tekstni o'zi tanlab do'stlar yozgan tekstni shundan ilhom elib bir ahang yozg'idek darajada bo'lib ketganligidan nurg'un do'stlarimizning xabari yo'q ekan, balkim tuyuqsiz bir tuyulgan bo'lishi mumkin. Bu bola qachondan beri qanday bir o'rganish fursatlarga ega bo'lib, hozir san'at bo'yicha oliy maktabda o'qiyotdi degan unda bir bu plan qanday biz nima qilib bilmaymiz buni degan savol. Endi men boy degandek aka shu biz gerçi balaligimizda, kichikligimizda bu qiziqishimiz, o'yinimiz mush bo'lgan bilan sistemlik bir ilmiy tarbiyalanishimiz biraz kam bo'sh bo'lib qolibdi ekan. Uni keyin his qildim. Cho'ng bo'lganda his qildim. Chunki men hozirgacha o'rganyapman. Boshqa fan, boshqa kasb qandaqki, bu kasbda men o'rgangan sira, o'rganganlarim, biladiganlarim ko'paygan sira mening yetmoqchi bo'lgan nuqtamga bakjiroqdek. Mening biladigan narsam bak ozdek. O'rgangan sirim asli biladiganim ayni, bilmaydiganim kamayish kerak. O'rgangan sir, o'qigan sir bu o'rganiliqi. Bilmaydigan narsamning naqadar jiqligini his qilib qolgan bir kasbligini men Markaziy musiqa institutiga berib 4 yil o'qish fursatiga erishdim. Bu 4 yil Markaziy musiqa institutida o'qishdim. Burunla endi mening shuni yetib o'ylab yetdim mishaga Urumchiga kelib kasbiy musiqa lozim dedi. Ha, bu tarbiyalanish lozim ekan. Ammo bayina yozib biz deyishayotgan temalarimiz ancha-muncha chiqib turyapti. Bolaning yana o'zining qiziqishiga beqish kerak. O'zining qiziqishi kerak. Bu ishga kelganda agar ota-ona bo'lguchi aka, balada aşı bir talantning borlig'ini, cho'qim keyin mushu bir talantga bo'yicha mushu tarafdan taraqqiy qilib qoladiganligiga jazmlashtirib o'zi ko'zi yetsa, cho'qim baldu boshlash kerak ekan. Chunki men endi o'zim qiziqdim, o'zim yaxshi ko'rdim. Mening balam bo'lgandan keyin Jasurmi cho'qim mushni menga o'xshash, keyin mushning qiziqib qolish mumkinchiligi %80% endi. Anda bo'lgandan keyin men buni kichigidan tarbiyalaydim. Albatta 6 yaş, 7 yaşında piyanino o'rganishga boshladim. O vaqtda o balalik o'yinlarga yana to'liq qanmagan ahvolda hech qaysi bola bek az uchraydigan Abdullah. Men qo'pab o'rganamiz bolamsiz, o'rganaman deb qo'pabli piyanino o'tda qizg'in bo'lanmaydi. Yo'q. Chunki u yanda o balani bekroq o'ynaydigan u yan. Biz azroq majburlaydi ekanmiz. Bu mening o'zimning tajribam. Shuning bilan azroq majburladik, uni qildik, buni qildik. Dastlabida vazif uchun, bizning shu zo'lishimiz uchun, vaqt to'shtirish uchun 1 soat desak, 1 soat chelib 1 soat to'shab qo'yishni qo'pab bo'ladi-da. O'ynimda desa 1 soat to'shtaydi. Demak, u bizga chep turibdi. Biz vaqt to'shtirish qilib turibdi. Nimalar bo'lmasin, u shu biz degan vaqt shu o'lcham buncha kichikdan pianino mashq qilib qilibdi. Mening u chaqda o'ylaganim, agar mush bola keyin 15-16 yoshga yoki 16-17 yoshga kelib, "Voy, men mush dadamga o'xshash mush kesma qildi ekanman, men buni yaxshi ko'rdi ekanman, buning qiziqdi ekanman" deb qolsa, u chaqda "Voy, bolam undasi deb g'oldir-g'oldir buning nishonni burab bu kasbiy tarbiyalanish qilib qolsam, yana menga o'xshash, necha yil burungi bir tarixni yana qaytaman, bilib turib tarixni qaytlab qolgan bo'ldi ekanman. Shunga men ota-ona bo'lgandan keyin azroq zo'rlab mushni bir o'gitib qo'ysam, keyin agar adam men zot bu kasbni qiziqmadi, buni qilmaydi ekanman desa, bu pianino chalishlar, o musiqa tarbiyalashlarim uning bir ortiqchiligi bo'lib qolsa, anadan o'zi yaxshi ko'rgan kasbni qilsa,
bu yana u artık qilmaydi-ku bu. Aş klassik şu 200 yıl burun, 100 yıl burun, 200 yıl burun aş klassik müzik davridagi şu müzik peşvalarımız, şu kompozitörlerimiz mı sapla şu bak bo'lsa 8 9 7 8 10 necha yoshlardan boshlab ketgan. Demak, shu bilmay turib boshlayotgan gap. Zodi bu yetaklanish, boshlanish mushunda. Bu ishkir o'lgirki Xanzo qarindosh yo'ldoshlarimiz shu qachonsam ashqma 5-6 yosh, 4-5 yosh yo 6-7 yoshida boshlab ketganman deydi. Faqat bizlar rasmiy cho'ng yigit bo'lib qolayotganda 16 yoshimda Qashqarspan berib o'qib. Anandiki bu o'qiydigan ishkan asli buni deb tanishdigan bu. Menga nisbatan, o'zimga nisbatan kechikish bo'libdi ekan. Shuning uchun ta bugungacha o'rganish bilan to'ldirish, shu davr bilan teng ilgirlash, taxmi yuksak palla nuqtalarni yaratish, yaxshi asarlarni ijod qilish uchun to'xtamay o'rganish, bilim ambirini yangilash bilan shunday davr bilan o'tyapmiz. Baya Qashqa Spanda o'qiyotgan vaqtimda bak qiynalib ketmadim, bak yenik to'xtadim menga nisbatan dedim. Ajras aslında okugan çünkü o başlangıç bir müzik sanat kasbiga nisbatan bir başlangıç savatlik o. Onun için de abaya gap izlab qaldı o'ttir texnikumdan keyin o'zining xabari va sanat institutiga kirib yana o'qish bo'ldi. Oliy maktab o'qish tarixini shu yerda tamomlab oldim. Bu yerda Sulaymon muallimning tarbiyalashida hamda yana bir qadar cho'nqirilgan. 2 yil bo'ldi bu yerda. Bir qadar cho'nqirilgan hamda bu yana musiqa ijodiyat nazariyasi bilan bo'ldik hamda. Lekin oyoq bo'lgandan keyin yana noldan boshlab to'liq kurs o'qishida uni tamomlash jarayonida u yerga ishkir o'lkadagi u maktabda o'qiyotgan oliy maktabning 1-yilligi, 2-yilligi, 3-yilligida taxir jamiyatga qadam bosmayotgan bolalardagi o'rindosh kasbi bo'lsin. Nazariy asos u yerdagi u ahvolini ko'rib bizning naqadar musiqaning sistemalik nazariy o'rganish, tarbiyalanish jihatidagi farqimizning bak cho'ng bir orliq paydo qilib qo'yganligini his qilib, so'ng kelib so'rasam, naq bolam tayyorlab qolibdi ekan. To'liqsiz 2-yillik chiqqan vaqtida bolam agar mush kasbni qilib qiziqib qolsang, hozirgacha o'rgatdim. Agar mushni qiziqsang, mushni biz yana boshqa plan bilan biz boshqa ish qilib. Bo'lmasa, andan desam, yo mushni qiziqib kelman, mushni qilaylik dedi. Anda bo'lsa, hozirdan boshlab muqim mush kasbda o'rganish tegishlik pallini to'liqlab menib shu oliy maktabda shu alohida kasb deymiz 0-turkumma. 0-turkum imtihon bo'yicha mush kasbiy imtihon qatnashish uchun tarbiyalayli deb mush san'at institutiniki o'rta texnikum Fujun hisobida o'rta texnikumga chiqib, to'liqsiz 2-yillikdan boshlab 4 yil muntazam mush kasbda andan taxmin qaratmalik asosida tarbiyalanish qildim. Shu yilga kelganda 10 necha yil biz Shinjongdan aloyidalikqa e'tibor siyosat o'quvchi oldida. Masalan 3 yoki 2 yoki 5 desak, shu 2 3 5 sonda cho'qim Shinjongda elish kerak. Ishkir o'lgi bilan raqobat bo'lmaydi. Bu nihoyatda bak cho'ng e'tibor ekan bu. Lekin biz Cesur kelganda o'san tugab ketdi, faqat mamlakatlik shu imtihonga yuzlanib, butun mamlakat bo'yicha bir tutash shu saviyadagi imtihon qatnashib, Zhejiang Yunshenga musiqa institutiga o'tib shu yerda o'qiyotdi hozir oliy maktab 3-yillikda. Hamda u yerga borgandan keyin maktabni o'rlashtirish bo'yicha pianino asar yozdi, qilliq skripka musiqalarni yozdi, andan keyin zal ichi musiqasi deymiz, shiniy Yevropa çalgıları bilen milli musiqalarni birleştirip zal ichi musiqalarni yozdi. Hammasi maktab o'qituvchilarininki nihoyatda yaxshi baholashida shu sinfda oldingi baholash darajasi bo'yicha baholanib kelyapti. Bu kasbiy jihatdan o'qituvchilarninki berayotgan kasbiy musiqalar. U musiqalar kalti izlandı ya. Yo'q, o'lcham bor. Cho'qima 5 minutdan tuyan bo'lmaydi. Vaqt beriladi. Vaqt takip hisoblaydi yoki vaqt hisoblaydi. 5 minutdagi shu balki taxminan 5 minut o'pchorisi bo'lish kerak yoki 7 minut yoki 8 minut manda vaqt. Ondan qatnashtirilgan instrumentlar deb berdi. Uni ba'zisini maslahat bilan, ba'zisini qaratmalik topshirdi sen degandek. Mandaq narsa yoz, buningga mandani qildi. Ba'zisini ma'nosimiz qandaq bir narsa yozgan bor deb turib mandaq. Endi menmo mushu Jasur Ablatning ilqi o'zi aytgan, o'zi ishlagan og'idan bir narsalarni his qilgandek bo'ldim, chiroyli. Haqiqatan hozirgi davrniki yoshlarning ro'yi altini aks ettiryapti-ku. Biz endi garchi kasbiy musiqa tarbiyasi ko'rmagan bo'lsakmi, beshimizdan o'tganlar ko'p, anglaganlarimiz ko'p, uchrashganlarimiz ko'p. Shunga bu balg'ina aytib cho'ng umid bog'ildim. Undan keyin Jasur Ablatning yaxshi asarlarni sunalishiga
ishonchimiz komil shunday bir umid bog'laymiz. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va charchuv suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari.